Everyone, welcome back to my YouTube channel. Bugun biz 2026 yilgi Cadillac CT PHEV Blackwing haqida batafsil gaplashamiz. Bu avtomobil Cadillac kompaniyasining eng kuchli va eng hayajonli sport sedanlaridan biri bo'lib, yuqori unumdorlik, hashamat va kundalik foydalanish qulayligini birlashtiradi. 2026 Cadillac CT PHEV Blackwing tashqi ko'rinishidan juda agressiv va sportiv xarakterga ega. Uning old qismida katta havo kirish teshiklari, o'tkir LED faralar va keng kuzov dizayni avtomobilga juda jiddiy ko'rinish beradi. Aerodinamik elementlar, sport bamperlar va katta diametrli g'ildiraklar esa uning yuqori tezlikka mo'ljallanganini ko'rsatadi. Orqa qismida sport diffuzori va 4 ta egzoz chiqishi joylashgan bo'lib, ular avtomobilning kuchli xarakterini yanada ta'kidlaydi. Karbon tolali aerodinamik paket kabi opsiyalar esa tashqi ko'rinishni yanada agressiv qiladi. Eng katta yangiliklardan biri kapot ostidagi kuchli 6.2 litrli supercharged V8 dvigatel. Ushbu motor taxminan 668 o't kuchi va 6 o'qish pound-feet, ya'ni qariyb 893 Nm ishlab chiqaradi. Bu ko'rsatkich CT PHEV Blackwingni o'z sinfidagi eng kuchli sport sedanlardan biriga aylantiradi. Quvvat orqa g'ildiraklarga uzatiladi. Xaridorlar 6 pog'onali mexanik uzatmalar qutisini yoki 10 pog'onali avtomatik transmissiyani tanlashlari mumkin. Ayniqsa, mexanik uzatma ushbu avtomobilni zamonaviy sport sedanlar orasida juda o'ziga xos qiladi. Ish ko'rsatkichlari ham juda ta'sirli. To'g'ri konfiguratsiya va mos sharoitlarda CT PHEV Blackwing 4 dan 6 mil/soatgacha, ya'ni taxminan 4 dan 97 km/soatgacha 30 soniyadan biroz ko'proq vaqt ichida tezlashishi mumkin. Maksimal tezlik esa mos jihozlar bilan 200 mil/soat, ya'ni 320 km/soatdan oshishi mumkin. Shuning uchun bu avtomobil oddiy premium sedan emas, balki haqiqiy trek va yuqori tezlik ishqibozlari uchun yaratilgan sport mashinasidir. 2026 CT PHEV Blackwingning boshqaruv tizimi ham juda kuchli. Performance Traction Management tizimi haydovchiga turli haydash rejimlari orqali avtomobil xarakterini moslashtirish imkonini beradi. Magnetic Ride Control Adaptive osma tizimi yo'l sharoitiga qarab amortizatorlarni tezda sozlaydi. Brembo yuqori samarali tormozlari esa kuchli tezlanishdan keyin avtomobilni ishonchli to'xtatishga yordam beradi. Xaridorlar yanada yengil va yuqori samarali karbon keramika tormozlarini ham tanlashi mumkin. Avtomobilning shassisi va kuzovi yuqori tezlikda barqarorlikni ta'minlash uchun ishlab chiqilgan. Orqa g'ildirakdan tortish tizimi va elektron boshqaruvlar haydovchiga avtomobilning kuchli quvvatini nazorat qilishda yordam beradi. Shu bilan birga, CT PHEV Blackwing kundalik haydash uchun ham yetarlicha qulay bo'lishi maqsad qilingan. Salon ichida Cadillac Sport va premium muhitni birlashtiradi. Uning old o'rindiqlar haydovchini burilishlarda yaxshi ushlab turishga mo'ljallangan. Yuqori sifatli materiallar, karbon tolali bezaklar va zamonaviy texnologiyalar avtomobilning premium xarakterini ko'rsatadi. Namli haydovchi displeyi, katta markaziy multimedia ekrani va Apple CarPlay hamda Android Auto kabi funksiyalar kundalik foydalanishni qulaylashtiradi. Performance Data Recorder tizimi esa haydovchiga trekdagi harakatlarni yozib olish va tahlil qilish imkonini beradi. Xavfsizlik va haydovchiga yordam beruvchi texnologiyalar ham muhim o'rin tutadi. Avtomobilda zamonaviy kamera va sensorlarga asoslangan yordamchi tizimlar mavjud bo'lib, ular haydash jarayonida qo'shimcha qulaylik va xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Ayrim ilg'or tizimlar va opsiyalar konfiguratsiyaga qarab farq qilishi mumkin. 2026 Cadillac CT PHEV Blackwingning eng katta afzalligi uning o'ziga xos xarakteridir. Bugungi kunda ko'plab yuqori unumdor avtomobillar turbo yoki elektrlashtirilgan texnologiyalarga o'tmoqda. CT PHEV Blackwing esa katta hajmli supercharged V8 dvigatel, orqa g'ildirakdan tortish va 6 pog'onali mexanik uzatma kabi an'anaviy sport avtomobili xususiyatlarini saqlab qoladi. Bu uni haydovchilik zavqini qadrlaydigan insonlar uchun juda jozibador tanlovga aylantiradi. Narx masalasida esa 2026 yilgi modelning yakuniy qiymati tanlangan komplektatsiya va qo'shimcha opsiyalarga qarab sezilarli darajada o'zgarishi mumkin. Karbon tolali paketlar, karbon keramika tormozlari, maxsus g'ildiraklar va premium interyer kabi qo'shimchalar umumiy narxni oshiradi. Shu sababli aniq narxni xarid vaqtida Cadillacning rasmiy ma'lumotlari orqali tekshirish ma'qul. Xulosa qilib aytganda, 2026 Cadillac CT PHEV Blackwing
Bu kuchli V2 dvigatel, mexanik transmissiya, agressiv dizayn, yuqori darajadagi boshqaruv va premium interyerni birlashtirgan noyob sport sedan. Agar siz kundalik foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan, lekin trekda ham jiddiy natija ko'rsata oladigan avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, CT5V Blackwing eng qiziqarli variantlardan biri bo'lishi mumkin. U o'zining kuchli ovozi, ulkan quvvati va haydovchiga beradigan haqiqiy nazorat hissisi bilan oddiy sedanlardan keskin farq qiladi. Don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon for daily updates.